Bitta ma'lumotni aytaman, like bo'lsa videoni saqlanib qilib qo'yish esdan chiqmasin. Mana bu BMW M8 ning zavodskoy kovanniy diskasi. Mana bu bo'lsa vesi yengil oddiy Xitoy diska. Ba'zi joylarda shu tür akalarimiz bor. $700, $800 turadigan oddiy Xitoy vesi yengil diskani kovanniy deb $2000, $2500 ga sotishadi. Ana shuni qanday farqlasa bo'ladi? Men sizlarga sekretini aytaman. Kovanniy diska razmeri necha bo'lishidan qat'iy nazar 15 mi, 20 mi, 22 bo'lishidan qat'iy nazar mana qorin qismi, o'rta qismi 2,5 mm qalinlikda bo'ladi. 2,5 mm. Mana bu litiy diska bo'lsa, kачествоsi zo'r bo'lishidan qat'iy nazar, oyoqchalari mayin bo'lishidan qat'iy nazar eng minimalni 4 mm bo'ladi. Ko'p holatlarda mana bunga o'xshab 5 mm bo'ladi, lekin 2,5 mm emas. Agar buni 2,5 mm qilib chiqarsa, u birinchi yamani o'zida sinib ketadi. Siz bozorga borib $2000 ga olayotgan bo'lsangiz narsani, shu narsani haqiqatan kovaniymi yo'qmi bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu o'rta qismini bitta drill bilan teshib olasiz va diskani qalinligini o'lchaysiz. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bunaqa ma'lumotlarni har kim ham aytmaydi.